Hammaga assalomu alaykum. Darslarimizni davom ettiramiz. Demak, bugungi darsimizda yana bir loyihani boshlaymiz. Kelinglar, birinchi loyihamizni ko'rib chiqsak. Mana bu yerda loyihamiz haqida ma'lumotlar berilgan. Demak, biz MySQL yordamida Telegram bot yaratishimiz kerak ekan. Botimiz nima vazifalarni bajaradi? Birinchi navbatda foydalanuvchilar kirganda ulardan login qilish yoki registratsiyani so'rashi kerak. Keyingi navbatda login yoki registratsiya qilib bo'lgandan keyin ularga 4 turdagi mahsulotni ko'rsatishimiz kerak sotib olish uchun. Undan keyin u mahsulotlardan foydalanuvchilar o'ziga kerakligini tanlab, o'zlarini kartiga, ya'ni shu savatchasiga joylashlari kerak bo'ladi. Va to'rtinchi navbatda shu savatchadagi mahsulotlarni mijozlarga ko'rsatishimiz kerak. Va ularga savatdagi mahsulotlarni o'chirish imkoniyatini ham berishimiz kerak ekan mana 5-bo'limda. Va oxirida shu mahsulotlarni sotib olish imkoniyatini berishimiz kerak. Ya'ni biz bu darsimizgacha o'rgangan ma'lumotlarimizni hammasini jamlab bitta loyiha yaratamiz. Ya'ni biz birinchi darslarimizda mini market loyihasini tuzdik. Undan keyin login yoki registratsiya qilishni ham ko'rib chiqdik va Telegram botdan ham foydalanishni ko'rib chiqdik. Va bugungi darsimizda qo'shimcha qilib MySQL ni ham o'rganishimiz kerak. Bu loyihamiz biroz murakkabligini hisobga olib, darslarimizni bir nechta qismlarga bo'lamiz va bugungi darsimizda MySQL bilan ishlashni ko'rib chiqamiz. Buning uchun Google ga o'tib olishimiz kerak va mana bu yerdan W3 Schools deb qidirsanglar, mana bu sayt chiqib keladi. Shu saytga kirib, bu yerdan Python ni tanlashimiz kerak. Mana bu yerda Python berilgan va bundan biroz pastroqqa tushsanglar, MySQL bilan ishlash haqida ma'lumotlarni topishingiz mumkin. Mana bu bo'limda Python ni MySQL ga ulash haqida ma'lumotlar berilgan. Demak, get started dan boshlaymiz. Pastroqqa tushadigan bo'lsak, demak, biz birinchi navbatda MySQL Connector Python ni o'rnatib olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun mana bu ma'lumotni ko'chirib olamiz va o'zimizni PyCharmga qaytamiz. Va bu yerdan terminalga kirib, ko'chirib olgan ma'lumotimizni joylashimiz kerak va enter ni bossak, bizga MySQL Connector o'rnatiladi. Menda bu o'rnatilgan. Agar sizlarda o'rnatilmagan bo'lib, shu komandani bajarsanglar, sizlarga MySQL Connector o'rnatilishi kerak. Xo'p, keyingi navbatda pastroqqa tushamiz va MySQL Connectorni import qilib olishimiz kerak bo'ladi. Va buni import qilib olamiz. Va pastroqqa tushadigan bo'lsak, mana bu yerda MySQL ga ulanish haqida ma'lumotlar berilgan. Buni ham ko'chirib olamiz. Buni ko'chirib olganimizdan keyin bu yerga joylaymiz. Endigi navbatda mana bu yerdagi ma'lumotlarni to'ldirishimiz kerak. Buning uchun MySQL Workbench ga kirib olamiz va birinchida turgan root ga mishkani o'ng tomonini bosib, edit connection bo'limiga kirib olamiz. Bu yerda mana hostname ga localhost berilgan, username ga root berilgan. Demak, bu yoqqa o'tib oladigan bo'lsak, mana host ga localhost berilgan, username ga root ni yozamiz. Va passwordni o'zingizlar qanaqa password kiritgan bo'lsanglar, shuni berib ketishinglar kerak bo'ladi. Men 1 2 3 4 passwordini berganman. Endi biz o'zimizning kompyuterimizda joylashgan MySQL ga ulanib oldik. Buni tekshirib ko'rish uchun run qilamiz. Mana bizga ma'lumotlar chiqib kelyapti. Buni qanaqa qilib bilishimiz mumkin deyishinglar mumkin. Misol uchun passwordni xato kiritamiz, ya'ni 1 2 3 5 ni kiritamiz va dasturimiz ishga tushiradigan bo'lsak, mana bizga xato ko'rsatadi. Ya'ni biz noto'g'ri ma'lumotlarni kiritsak, dastur bizga xatolik chiqarib berishi kerak. Buni to'g'riga qaytarib qo'yamiz va endi ulanib bo'ldik. Endi saytga qaytadigan bo'lsak, keyingi navbatda next ni bosamiz, ya'ni create database. Endi mana bu bo'limda database yaratish haqida ma'lumotlar berilgan. Undan keyingi bo'limda bo'lsa, table yaratish haqida ma'lumotlar berilgan. Xohlasanglar shu kodlarni ko'chirib olib, Python ni o'zida MySQL ga ulangan holatda database yoki tablelar yaratishinglar mumkin. Lekin men bizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni MySQL Workbench ni o'zida yaratib olganman. Mana bu yerda men mini market degan database yaratib oldim va unga kiramiz. Endi loyihamizga qaytadigan bo'lsak, biz qanaqa tablelar yaratishimiz kerak? Biz birinchi navbatda userlarni saqlovchi table yaratishimiz kerak. Keyingi navbatda mahsulotlarimiz joylashgan table yaratishimiz kerak va uchinchi navbatda kart yaratishimiz kerak. Ya'ni mijozlar tanlagan mahsulotlarni shu kart table'iga joylab ketish uchun. Demak, bizga 3 ta table kerak bo'ladi. Mana bu yerda mini marketni tanlab tables bo'limiga o'tadigan bo'lsak, mana bu yerda kart berilgan.
Mana bu yerda product ID berilgan, products berilgan, price, amount va total price qancha bo'lishi haqida ma'lumotlar berilgan. Ya'ni kolumn nomlari berilgan. Endi bu yerga biz foydalanuvchilardan kelgan mahsulotlarni qo'shib ketishimiz kerak bo'ladi. Va bu yerda customers table ham ko'rsatilgan. Mana bu yerda user ID, username va passwordlar berilgan va bularga bir nechta ma'lumotlar qo'shilgan. Agar foydalanuvchilar registratsiya qilmoqchi bo'lsa, foydalanuvchilar ma'lumotlarni olib kelib, bu ma'lumotlarni pastdan qo'shib ketishimiz kerak bo'ladi. Agar login qilmoqchi bo'lsa, shu ma'lumotlardan foydalanuvchilardan tekshirib, ma'lumotlar to'g'ri kiritilganmi yoki yo'q, shuni tekshirib olishimiz kerak bo'ladi. Demak, keyingi navbatda bizda productslar berilgan. Mana bu yerda product ID, products, price va quantity berilgan. Agar MySQL bilan ishlashni bilsanglar, bu ma'lumotlarni bemalol o'zlaring yaratib olishinglar mumkin bo'ladi. Agar MySQL bilan ishlashni bilmasanglar, shu YouTube kanalimizda MySQL ga tegishli video darslar bor. Yoki bo'lmasam, shu W3 Schools da ham mana bu yerda MySQL bo'limi bor. Shu yerdan MySQL ga tegishli ma'lumotlarni bemalol o'rganishinglar mumkin. Python ga qaytib olamiz. Va bizda keyingi bo'lim bu insert hisoblanadi. Insert bo'limida MySQL ga ma'lumotlar qo'shish haqida kodlar yozilgan. Bunga hali kelamiz. Biz birinchi navbatda select ni ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni biz select yordamida MySQL tabledagi ma'lumotlarni olishimiz kerak bo'ladi. Bu kodlarni ko'chirib olamiz. Bu yerga joylaymiz va buni hozircha o'chirib turamiz. Xo'p, keyingi navbatda biz qaysi databasedan foydalanayotganligimizni berib ketishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun mana bu yerda database ni ko'chirib olamiz. Va endi bu yerga database nomini berib ketishimiz kerak bo'ladi. Biz minimarket databasedan foydalanyapmiz. Va buni berib ketamiz. Endi MySQL Workbench ga o'tadigan bo'lsanglar, mana bu yerda bizda bir qancha databaselar bor. Endi biz qaysi databasedan foydalanayotganligimizni berib ketishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun mana bu yerga minimarketni yozib oldik. Endi MyCursor degan o'zgaruvchisini yaratdik va bunga MyDB o'zgaruvchisidan kelayotgan ma'lumotlarni beryapmiz va undan keyin kursor funksiyasini yozdik. Undan keyin mana bu MyCursorni olyapmiz va unga execute deb turib, mana bu yerda nima qilmoqchiligimizni yozib ketyapmiz, ya'ni skriptni yozyapmiz. MySQLni bilsanglar, mana bu yerda select, yulduzcha va fromdan keyin qaysi table nomini yozadigan bo'lsanglar, shu tabledagi barcha ma'lumotlarni bizga qaytaradi bu skriptimiz. Va undan keyin myResult degan o'zgaruvchi yaratyapmiz. Unga MyCursorni fetch all funksiyasini chaqirgan holatda beryapmiz. Bu nima degani? Bu mana bu skript yordamida kelgan ma'lumotlarni bizga qaytarish vazifasini bajaradi. Undan keyin loop yordamida myResultdan kelgan har bitta rowni print qilyapmiz. Dasturimizni ishga tushirib ko'ramiz. Mana bu yerda customer table'imizdagi barcha ma'lumotlar tuple ko'rinishda chiqib keldi. Kelinglar buni bir funksiyaga bog'lab qo'yamiz. Dev get users data degan funksiya yaratamiz. Va bu ma'lumotlarni uni ichiga kirgizib qo'yamiz. Mana buni o'chirib tashlab, hop, mana bu yerdan return berib ketsak bo'ladi. Endi bu funksiyamiz customer table'dagi barcha ma'lumotlarni bizga qaytarish vazifasini bajaradi. Buni tekshirib ko'rishimiz mumkin. Print yordamida funksiyamizni chaqiramiz. Dasturimizni ishga tushiradigan bo'lsak, mana bizga ma'lumotlarni chiqarib berdi. Endi loyihamizga qaytadigan bo'lsak, foydalanuvchilar birinchi kirganda ularni login qilishimiz kerak yoki registratsiya qilishimiz kerak. Login qilish uchun biz MySQL dan ma'lumotlarni olib, user kiritgan ma'lumotlarni bir-biriga taqqoslab login qilishimiz kerak bo'ladi. Buni funksiyasini yaratib oldik. Ya'ni MySQL dan biz ma'lumotlarni olyapmiz. Endi foydalanuvchi agar registratsiya qilmoqchi bo'lsa, uni ma'lumotlarini olib turib, biz MySQL table ga qo'shishimiz kerak. Endi shuni ko'rib chiqamiz. Bunga ham bitta funksiya yaratamiz. Dev add user to MySQL deb beramiz. Va buning uchun biz insertdan foydalanamiz. Shuning uchun insert ga qaytamiz. Va endi mana bu ma'lumotlarni ko'chirib olamiz.
Buni biroz to'g'irlab olamiz. Endi bu funksiyamiz o'ziga argument qabul qiladigan bo'lishi kerak. Biz userdan nimasini olamiz? Name'ini olamiz va passwordini olamiz. Bularni berib olamiz. Password. Endi name'ni mana bu yerga joylaymiz va passwordni bo'lsa mana bu yerga. Endi mana bu yerda insert into customers yordamida customers table'iga ma'lumot qo'shayotganligimizni bildiryapmiz. Undan keyin mana bu yerga column nomlarini berib ketishimiz kerak bo'ladi. Workbenchga qaytib olamiz va bu yerdan customerlarga kirib olamiz. Endi column nomlarini ko'chirib olamiz bu yerdan va mana bu yerga joylaymiz. Bizga user ID kerak emas. Buni o'chirib tashlaymiz. Bu yerga e'tibor beringlar. Workbenchda column nomlari qanaqa yozilgan bo'lsa, mana bu yerga ham xuddi shunday yozilishi kerak. Va values yordamida ikkita ma'lumot qo'shayotganligimizni bildiryapmiz. Va execute funksiyasini chaqirgan holatda bunga SQL ni beryapmiz. Ya'ni mana bu skriptimiz. Va undan keyin value ga mana bu valuelarni berib ketyapmiz. Va mydb commit deyapmiz. Bu commit funksiyasi mana bu yerda bergan skriptimizni amalga oshiradi. Kelinglar bu funksiyamizni ham chaqirib ko'rsak. Add users to MySQL va bunga name ni berishimiz kerak bo'ladi. Bob degan ismni beraylik. Va undan keyin passwordni berishimiz kerak bo'ladi. Passwordga 1 2 3 to'g'rini beramiz. Endi bu funksiyamizni ishga tushirishdan oldin MySQL ga qaytib oladigan bo'lsak va customers ga kiramiz va bizda 3 ta column bor. Lekin biz userdan username'ni va passwordni olyapmizda buni qo'shyapmiz, lekin user id'sini olmayapmiz. User id'ni biz bu yerda auto increment qilib ketishimiz kerak. Buning uchun alter table nomini yozishimiz kerak. Customers va change column user id ni beramiz bunga va uni user id integerga auto incrementni beramiz. Endi buni run qiladigan bo'lsak, mana bizning user id'imiz endi auto incrementga o'zgartirildi. Endi qancha ma'lumot qo'shsak ham, mana bu yerdagi user id'lar 5 dan boshlab 6, 7, 8 bo'lib ketadi. Endi buni run qiladigan bo'lsak, mana bajarildi. Endi buni ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerga kelib, mana 6-chi bo'lib Bob 1 2 3 4 password yordamida qo'shildi bizga. Keyingi navbatda yana loyihamizga qaytib olamiz. Bizda birinchi qism tugadi. Ya'ni loginni ham, registratsiyani ham ko'rib bo'ldik. Endi keyingi navbatda biz mahsulotlarimizni foydalanuvchiga ko'rsatish kerak. Buning uchun products table'dagi ma'lumotlarni qaytaruvchi funksiya yaratishimiz kerak bo'ladi. Buni o'chirib turamiz va mana bu yerdan yarataylik, kelinglar. Def get products data beramiz buni. Va mana bu ma'lumotni ko'chirib olamiz. Bu yerga qo'yib select everything from endi products ni berib ketishimiz kerak bo'ladi. Products table ni berib ketishimiz kerak. Products endi funksiyamizni chaqirib ko'ramiz. Get products data. Bunga print berib ketishimiz kerak. Endi dasturni run qiladigan bo'lsak, mana bizga products table'dagi ma'lumotlar chiqib keldi. Endi yana loyihamizga qaytib oladigan bo'lsak, biz ikkita bo'limni tugatdik. Endi keyingi navbatda mahsulotlarni kartga qo'shish funksiyasini yaratamiz. Bu ham mana bu funksiyaga o'xshab ketadi. Def add products to cart degan funksiya yaratamiz. Endi workbenchga o'tadigan bo'lsak, mana bu yerda kart berilgan. Bu yerdagi column nomlarini ko'chirib olamiz. Va mana bu yerga parametr sifatida berib ketamiz.
Bu o'ziga product ID, product name, price, amount, totalni qabul qilishi kerak. Endi bu ma'lumotlarni ham ko'chirib olamiz. Bu yerga joylab insert into'ga customers emas, bu yerga kartni berib ketamiz. Kartga mana bu kolumn nomlarini berib ketishimiz kerak bo'ladi. Buni yozamiz va valueslar ham endi 5 taga teng. Bularni ham 5 ta qilib qo'yamiz. Mana bizda 5 ta value qo'shayotganligimizni bildiryapmiz. Endi bu valuelarni berib ketishimiz kerak. Buni yana ko'chirib olamiz va value ga berib ketamiz. Mana bizda funksiya tayyor. Kelinglar buni tekshirib ko'ramiz. Add product to cart va product ID ni 2 beraylik. Misol uchun products ga Apple ni beraylik. Uni price $2 bo'lsin. Amount 3 kilogramm olayotgan bo'lsa, endi totalni berib ketishimiz kerak. Price ni amount ga ko'paytirilgan variant. Bu $6 bo'ladi. Mana endi ma'lumotlarni qo'shib ko'rsak, dasturni ishga tushiramiz. Mana bu yerdagi ma'lumotni tushirib ko'rsak, endi MySQL Workbench ga qaytib olamiz. Kartni qaytadan run qiladigan bo'lsak, mana biz qo'shgan ma'lumotlar qo'shildi. Yana loyihaga qaytib olamiz. Biz endi 3-bo'limni ham tugatdik. Keyingi navbatda shu kartdagi ma'lumotlarni foydalanuvchiga dasturimiz qaytarishi kerak. Buni ham funksiyasini yaratib olamiz. Bu ham xuddi yuqoridagi funksiyalar kabi bo'ladi. Endi mana bu yerga get card datani berib ketamiz va bu yerga ham kartni berib ketamiz. Endi print qilib bu funksiyamizni chaqiradigan bo'lsak, get card data. Buni hozircha o'chirib turamiz. Get card data. Endi dasturni ishga tushiradigan bo'lsak, mana kartdagi ma'lumotlar bizga chiqib keldi. Endi keyingi navbatda kartdagi ma'lumotlarni o'chirishimiz kerak. Buni ham dasturni tuzib olamiz. Undan oldin kartga bir nechta mahsulotlarni qo'shib olaylik. Misol uchun mana kartga yana 2 ta mahsulot qo'shib oldim. Buni ishga tushiradigan bo'lsak, bizga mahsulotlar qo'shildi. Endi kartni tekshiradigan bo'lsak, mana bizda 3 ta mahsulot bor. Endi bularni o'chirishimiz kerak. Ya'ni foydalanuvchi kiritgan mahsulotni o'chirishimiz kerak. Buning uchun yana bitta funksiya yaratamiz. Buni o'chirib turamiz va bu yerdagi ma'lumotni ham o'chirib turamiz. Dev kelinglar delete item degan funksiya yaratamiz. Bu o'ziga ID ni qabul qiladi va bu yerda SQL degan o'zgaruvchi yaratib, endi skriptni yozishimiz kerak. Ya'ni shu ma'lumotni o'chirish skriptini. Bu delete from cart where product ID teng bo'lsa kiritilgan ID ga deymiz va buni f-string ga o'zgartirib qo'yamiz. Ya'ni delete from cart bu kartdan ma'lumot o'chirayotganligimizni bildiryapmiz. Where yordamida bunga condition beryapmiz va product ID ga teng bo'lsa uni o'chirib tashlash kerak. Va undan keyin myCursorni chaqiramiz. Buni execute funksiyasini chaqirib SQL ni beramiz. Va mydb commit deb yozib qo'yamiz. Kelinglar endi buni ishga tushirib ko'ramiz. Delete item bizda kelinglar bananni o'chirib ko'ramiz. Buning uchun id'sini 1 beramiz va pastga tushib undan oldin print beramiz. Get card data va undan keyin ma'lumotni o'chiryapmiz va yana card datani qaytarib chaqirib olamiz. Endi buni ishga tushiradigan bo'lsak, mana bizga ikkita ma'lumot chiqib keldi. Ko'rib turganlaringdek, birinchi variantda hech qanaqa ma'lumot o'chmagan va ikkinchisida bo'lsa banan bizdan o'chib ketgan. Bu dasturni ham tuzib oldik. Endi bularni o'chirib turamiz va yana loyihamizga qaytib olamiz.
Endi bizda oxirgi buy qismi qoldi. Ya'ni foydalanuvchi o'zini kartdagi mahsulotlarni sotib oladi. Bunga yana bitta funksiya yaratib ketishimiz kerak. Ya'ni foydalanuvchi o'zini kartdagi hamma mahsulotlarni sotib oldimi, kartdan ma'lumotlarni o'chirib tashlashimiz kerak. Buning uchun yana bitta funksiya yaratamiz. Def clear cart. SQL degan o'zgaruvchiga skriptni yozib ketishimiz kerak bo'ladi. Truncate table va bunga kartni beramiz. My cursor execute SQL va undan keyin mydb va bunga commitni beramiz. Undan keyin my cursor dot close va mydb dot close funksiyalarini berib ketamiz. Mana bu yerda truncate table yordamida kartdagi barcha ma'lumotlarni o'chirib tashlayapmiz, kolumn nomlaridan tashqari va undan keyin buni ishga tushiryapmizda va my cursor va mydb ni close qilib dasturni yakunlayapmiz. Kelinglar buni tekshirib ko'ramiz. Print get card data va clear card funksiyasini chaqiramiz va undan keyin yana get card data ni chaqirib ko'ramiz. Kelinglar buni ishga tushirib ko'rsak, mana bizga card datadagi ma'lumotlar chiqib kelyapti va ikkinchisida bizda xatolik beryapti. Sababi bizda card datada ma'lumot qolmadi. Buni tekshirib ko'rishinglar mumkin. Mana bu yerga run qilsak, mana card datada hamma ma'lumotlar o'chib ketdi. Dasturimizga qaytib olamiz, buni to'xtatamiz. Endi loyihamizga qaytib oladigan bo'lsak, biz bugungi darsimizda MySQL bilan ishlashni ko'rib chiqdik va bizni loyihamizga kerak bo'ladigan barcha funksiyalarni tuzib oldik. Endi darsimizni bundan keyingi qismlarda shu ma'lumotlarni Telegram botga ulashni ko'rib chiqamiz. Darsimiz tugadi. Hammaga rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha.